Ijtimoiy tarmoqni ochsang, birinchi maydan gaz va svetni narxi oshishi mumkinligi, soliq to'lamaganlarga jinoiy javobgarlik, katta restoratorlar soliq og'irligidan joylarni sotuvga qo'ygani, zapravkalarda terminallarni 3% komissiya olayotgani, shopirlarga endi balli sistema joriy etilgani. Shu mavzular atrofida bugungi kunda internetda keskin fikrlar tiqilib yotibdi. Shu o'rinda o'zboshimchalik bilan egallangan yer va unda qurilgan binoga bo'lgan huquqni e'tirof etish, ya'ni hujjatlar berish ishlari juda ham sekin ketishi, o'zi kadastr idorasi grafik bo'yicha amalga oshirish kerak bo'lgan ishlarga ulguryaptimi degan savol o'rtaga chiqib kelyapti. Qonun kuchga kirganiga mana уже 5 oy bo'ldi. 5 oyda bor yo'g'i 95 ta fuqaroga kadastr berilibdi. Axir bu ko'rsatkich bunday masshtabli ish uchun dengizdan bor yo'g'i bir tomchi-yu. Janoblar, vaqt ketyapti. Minglab odamlar yechimini kutyapti. Siz qanday fikrdasiz?